Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videoda o'tgan safargi videoda aytganimdek 10 ta sigir boqib qancha foyda qilsa bo'ladi, shu haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Videoni ko'rishdan oldin обязательно videoga like bosib qo'ying, chunki bu like video ko'proq odamga tarqalishi uchun xizmat qiladi va ma'lumotni ko'pchilik yaxshi bilib oladi. Unda boshladik. Misol uchun bitta sigir bolasi bilan birga 20 million tursa, 10 tasi 200 million bo'ladi. Ya'ni qishloq sharoitidagi boqsa bo'ladigan oddiy sigirlar. Ular kuniga 8 litr sut bersa, 10 tasi 80 litr sut beradi bir kunda. Shuning uchun 200 millioni borlar, bilaman, ko'pchilikda hozir pul bor. O'sha pulga sigir olib boqishni maslahat beraman. O'sha kuniga 80 litr sut olasiz. 80 litrni hozirgi kunda 80 litr sutni, ya'ni 1 litr sut hozirda 10 ming so'm. 1 litr sut bizda, endi boshqa viloyatlarda bilmadim, Xorazmda 1 litr yaxshi sut 10 ming so'm hisoblanadi. Kuniga 80 litr sut olsak, 10 ta moldan kuniga 80 litr sut olsak, uni sotsak 10 ming so'mdan, litrini 10 ming so'mdan sotsak 800 ming so'm pul bo'ladi. Bir kunda 800 ming so'm pul. Uni yemini o'zi qoplab yuboradi u sutni narxi bilan. 800 ming so'm, kuniga 800 ming so'm. Ya'ni bir kunga sutdan chiqqan foyda 800 ming so'm. Agar u bir oyda o'rtacha 24 million so'm pul bo'ladi. Bir oyda 24 million. U bir oyga yemini bemalol qoplashga yetadi. Uni 12 oyga ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni bir yilda 288 million so'm pul bo'ladi. U sutidan chiqqan foyda. Uni endi 10 ta sigirni 10 ta bolasi, buqachasi yoki unojini, ya'ni kichkina unojinchasi ham bor. Ularga ham o'sha sutdan chiqqan yem bilan bemalol boqsa bo'ladi. Endi 288 million, ya'ni 288 milliondan boring 12 oy, ya'ni bir yilgi yemini minus qilib tashlasak, ya'ni 12 million so'm deylik. Shunda ham 276 ming so'm sof foyda qoladi. Shuning uchun sizlarga maslahatim, sigir olib boqing. Undan tashqari sigirdan faqat sutdan emas, uni bolalaridan ham foyda qilsa bo'ladi. Misol uchun bitta buzoqchasini 10 millionga biroz boqib sotsangiz ham yana shuncha pul qo'shiladi. Boring 5 ta buqacha tug'sa, 10 tasi 50 million so'm, uni 10 millionga sotsangiz, ya'ni 276 millionga yana 50 millionni qo'shib olasiz. Va mana ko'rib turganingizdek, shuncha sof foyda qilsa bo'ladi. Shuning uchun sigir olib boqishni maslahat beraman. Video yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.